Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga ham generator, ham suv pompalarimizdan yetib kelgan tayyor holatda yasab terib qo'yganmiz akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. 11.25 eng katta motorga xohlasalaring 200 talik pompa tayyorlab qo'yganmiz. Ramalari bilan tayyor holatda remellarigacha qo'yib, xohlasalaring 11.25 motorga 383 fazali 30 kilovatli generatorlarimizni moslab tayyor qilib qo'yganmiz, ishlatishga tayyor qilib. Tayordagi ramalarni ham o'zimiz shu svarchi akalarimizga aytib, baquvvat qilib yasatganmiz. Bunimizni tayyor holatda ramaga terib qo'yganmiz akalar. Kimga shunaqa suv nasos generatorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring 20-30 kilovatli generatorlarni ham qo'yib beraveramiz. Bunimiz 3 fazali 30 kilovat, 24 kilovat, 22 kilovat to'liq chiqarib beradigan generator bo'ladi. 3 fazaga bemalol ishlayveradi akalar. 3 fazani generatori. Bunga ham tayyor holatda remellarigacha bor. Bunga ham qo'yib ham beraveramiz. Xohlasalaring o'zim qo'yib olaveraman, uka, generatorni alohida sotilammi, motori alohida sotilammi desalaring, sotilaveradi. Motori ham, xo'p, ramalarni ham alohida sotaveramiz, generatorni ham, pompalar ham sotuvda bor, alohida sotuvda. Xo'p, motorlarimizdan ham alohida sotuvda bor. 11.25 mana ko'rishlaringiz mumkin. 11.25 birkada 2025-yil 6-oyda chiqqan motor, yangi motor hisoblanadi akalar. Ko'pchilik eski motorlarni ham sotyapti. Xo'p, oldingi motorlar endi ko'pchilik bilsalaring ishlanmagan, lekin eski motorlarni olib kelib qo'ygan. O'sha holatda bizda yangi motorlar eng katta 250 talik pompagacha ishlatadigan motorlarimizdan kelgan. Pompalari 200 talik pompa qo'yilgan. Bemalol qiynalmasdan xotirjam chiqaraveradi. Tagidagi ramalarni ham mana baquvvat qilib ishlangan akalar. O'zini ramasi tezda bukilib sinib ketaytiradi. Biz o'zimiz shu akalarga iltimos qilib baquvvat ramalardan yasatdik. Kimga shunaqa suv pompamiz, generatorlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qonda, saxiy do'koni. Boshqa texnikalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Do'konimizda har xil texnikalarimiz bor. Birin-ketin obzorni qilib, tushuntirib, kerak bo'lsa yozsalaring, videosini qilib chiqarib beraveramiz akalar.